Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda Buldrop Open case qilamiz. Qani bo'lmasam, ketdik. Mana bola Buldrop saytiga ham kirib oldik. Balansimizda 0 coin. Endi har doimgidek promokod olingan case ochamiz. Bu safar ham 279 lik promokod qo'yganman. U zo'r promokod. Pastdan bug bo'lib qoldi. Pastda edi-yu. Mana kibersportchi case. Qaysi xavf yaxshi? O'rta xavfda ochamizmi? Ketdi. Shu nojmi perchatgan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Taktika qilamiz. Orqa fon to'g'rilaymiz. Ana ketdi. Nechalik chorkini? Davay. Qani? Nechalik? Voy, 945 lik. Zo'r. Yaxshi, 945 lik. Kesdan chiqamiz. Endi nimadir qilish kerak. Endi nima qilamiz? Xo'p. Kes ochib olamiz. Pul pas ko'tarish kerak edi. Qaysi kes yaxshi? Normalniy kes yo'q. Normalniy kes yo'qmi deymiz, sapyor o'ynaymiz. Nech bo'lsa bo'ladi. 1-5 davay. Normalniy. Voy, yana minus 5. Davay. Yaxshi. Voy, bomba. Yana sapyor yaxshimas. Chiqib ketgan yaxshi. Kes ochish kerak. Mana shu birinchi muhabbat degan kesdan bitta ochamizmi? Davay, yuqori xavf bilan. Mayli o'rtacha. Orqada perchatka. Meshikni nechalik bu? 33 qopiladi. Normal. Taktika qilib bitta bosib o'ramiz. Davay. Nechalik? 20. Mayli. Bu kesdan chiqamiz. Qanaqadir keslar ochish kerak. Iloji boricha kichkinaroq kes olsa yaxshi-da. Voy, bodringni PUBG'da o'tgan yaxshi. Davay PUBG'ga o'tamiz. Tovuq kesi bor ikkinchi davay. Qora xavf bilan taktika qilib bosib o'ramiz. Ultimate'dan ko'chsa normal. To'xta. Voy, o'tib ketmasa 144 lik chor. 5 lik mayli endi. Pul pasga ozgina qopda 15 bo'ladi. Zozi normallik yana qo'ydik. Bug bo'lib qoldi. Bug bo'lib qoldi. Boy ketga kirib chiqish kerak. Qotib qoldimi? Tik kiribchi. Bug bo'lib qoldi vashi. Ana. Bo'ldi. O'tdi. Endi nima qilamiz? Mana shu 15 lik kesni ikkita ochamiz, 30 lik. 30 bo'ladi da. Taktika qo'rib. Ikkitalik. Davay qo'yamiz. Nuchsa dahshat bo'lardi. Voy. Ikkita mevkdan o'tib ketdi. 16 lik. Musur
bolalar zapis uchib qopti, dahshatli omadli bo'luvdi. Hammaga xayr do'stlar, like bosib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.